قېرىنداشلار. Şərq Türkistan Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısına görüşənlərlə qısqan qarşı alırız. Londondakı Xalq Sot Məhkəməsi Xitayning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini tekshirayotgan bo'lib, Sharq Turkistondan Turkiyaga kelib panohlanayotgan biri Xitoy hukumati vahshiylarcha yurgizayotgan planliq tug'ut siyosatining ro'yi bo'yicha 6 oylik bolasi majburiy tushirib etilgan va 13 yoshli o'g'li Xitoy tajovuzchilari tomonidan 2015-yili qo'lga olingan 55 yoshli Maryam Rozi. Yana biri 90-yillarda Sharq Turkistonda bir yeza doktorxonasida ishlagan va bu jarayonda Xitoyning vahshiy planliq tug'ut siyosatining majburlashi bilan uyma-uy kirib, ko'chma o'ltira ovoz to'lqin mashinasi bilan ayollarning homildor yoki emasligini tekshirgan doktor ayol Shamshinur G'upur va begunoh turmaga qamalib qiyin qistoqqa uchragan Mahmud Tavakkul bo'lib, jami 3 nafar Uyg'ur Angliya Birlashma agentligiga Angliyadagi xalq sotining juma kunidan boshlab 4 kun davomlashadigan irqiy qirg'inchilikni tekshirish isbot anglash yig'inidan ilgari Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizgan irqiy qirg'inchiligiga shohid bo'ldi. Amerika hukumatining qo'llashiga erishalmagan bu sudga Sibiriyaning sobiq prezidenti Slobodan Milosevichning ayblanishiga rahbarlik qilgan va xalqaro jinoiy ishlar sudi bilan hamkorlashgan bangliq kishilik huquq advokati Jeffrey Nis riyosatchilik qildi ekan. Sudning hukmi har qanday hukumatni cheklash kuchiga ega bo'lmasa-mu, tashkilotchilar oshkora dalil isbot ko'rsatish jarayonining xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy irqiy qirg'inchiligidan xabardor qilganligiga ishonadi. Sudga rahbarlik qilgan advokat Nis hozirga qadar Xitoy hukumatining siyosatining muddaosining irqiy qirg'inchilik ekanligiga doir isbotlarning irqiy qirg'inchilik xitobnomasining ro'yi bo'yicha cheklik tahlil qilmaganligini, Xitoyning irqiy qirg'inchilikka tekshirib isbotlanganligini aytdi. Nis 3-oyda Xitoy tarafidan Xitoy hukumati haqida yolg'onchilik va dezinfeksiya tarqatgan deb qaralanib, jazo berilgan 9 Angliya fuqarosining biri bo'lib, o'zining qo'rqib ketmaydiganligini, ammo jazoning ba'zi qatnashuvchilarning suddan chekinishini keltirib chiqarganligini e'tirof qildi. Tashkilotchilar yana o'zlarining tor nishonlariga uchraganligini aytdi. Ular taxminan 500 dak haqsiz biletni saxta elektronlik xat adresi bor kishilar zakaz qilgandan keyin faoliyatning bexatarligini oshirishga majbur bo'ldi. Isbot anglashni tashkilotchilar Xitoy doiralarining da'voga qatnashish talabiga sal qaraganligini aytdi. Xitoyning Londondagi bosh elchixonasi bu haqdagi inkoslarga javob qaytarmadi. Xitoyning chet ellardagi qancha millionlagan davlat tashviqotchilari Xitoy hukumati solgan mablag'ga loyiq ish qila olmagan. 31-may kuni Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi maxsus Xitoyning xalqaro tashviqot qurilishi iqtidorini hassilab kuchaytirish to'g'risida 30-navbatlik kollektiv yig'ini o'tkazgan. Yig'inda Xi Jinping so'z qilib, o'zlarining tashqi tashviqot qurilmasining Xitoyning universal davlat kuchiga va xalqarodagi o'rniga loyiq bo'lgan xalqaro til quvvatiga mos iqtidorga ega bo'lishini talab qilgan. Yig'inga Fudan universitetining professori Zhang Weiwei fikr beruvchi sifatida taklif qilingan. Taratqularda Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xi Jinping Xitoyning chet eldagi tashviqot sistemasiga alohida nutq so'zlab, ulardan yaxshi talaffuzni egallashni, kamtar, yiqimliq bo'lishni, jamoat fikri ko'rishining strategiyasi va san'atini yaxshi bilishini, Xitoycha qoyil qilish kuchini o'stirishni talab qildi deyildi. Analizchilar Xi Jinpingning chet eldagi buyuk tashqi tashviqot sistemasining tashviqotlarini yaxshi elib bora olmaganligidan, diplomatlarning diplomatik vazifalarini yaxshi o'rinlay olmaganligidan, ularning Xitoyning o'rnini o'stirish tugul aksicha qudratlilik ofatiga sabab bo'lganligidan norozi bo'ldi deb ko'rsatdi. Xabarda bayon qilinishicha, Xitoy hokimiyati 2009-yildan boshlab tashqi tashviqot sistemasi uchun yilga bir qancha 10 milliard dollardan mablag' selib kelgan bo'lib, natija e'tibori bilan kutgan orzulari amalga oshmagan. Zhang Weiwei yig'inda tashqi tashviqotning unumi yaxshi bo'lmadi, hatto zo'r ko'lamli tashviqot sistemasiga tava ko'p xillikmi amalga oshmadi. Tashqi tashviqot uchun solgan mablag'ga loyiq ish bo'lmayli qolmasdan, tashqi tashviqotning natijasi kishini xijil qiladigan darajaga yetdi. Xalqarada Xitoyni tanqidlash besiqmayli qolmay, balki yil bo'yi ayblash, masxar qilishlar kasal kabi davomlashdi. Tashqi tashviqotlarning Xitoyning xalqarada bosh ko'tarishiga yordami teginganini tilga olmayli qo'yayli. Xalqaro jamiyatning Xitoyga bo'lgan tunishini o'stirish va ilgari surishmi qanoatlanarli emas dedi. Yig'inda Uyg'urlar masalasi, Xitoy virusi masalasining Xitoyning obrazini sundirishda o'ynagan roli tilga ilinmadi. Bu qitimqi yig'inning muhim mazmunlarini Xitoyning zuvani bo'lgan Xinhua agentligi tarqatgan bo'lib,
Onundaki fikirlerge asaslanganda Xitay Kompartiyasının rəhbərləri Xitayның xalqaradakı obrazında məsələ barlığını aniq etiraf qılğan. Xi Jinpingning so'zlari bo'lsa Xitoyning tashqi tashviqotining tutumsiz bo'lganligini, Xitoy diplomatlarining tanha bo'ri harakatining salbiy ta'sirlar yaratganligini, ishonchlik, suyumlik va hurmatlik Xitoy obrazini barpo qilish orzusining suvga chilashganligini ko'rsatib bergan. Xi Jinpingning bu qitimqi yig'inda qilgan so'zlari Xitoyning chet eldagi barliq tashviqot sistemasiga, hukumatning maxsus tashviqot organlariga, Kunze institutlariga, elchixona va konsulxonalarga, chet eldagi ish bajarish organlariga qaratilgan ekan. Xabarda ifoda qilishicha, yaqinqi mezgillardan buyon Xitoy diplomatlarining haddidan oshib xalqarada umumlashgan diplomatik nazokatlardan xalqib, Xitoyni tanqidlaguchi chet elliklarni ayblashda qo'llangan qo'pol iboralarmi Xitoyning obrazini ziyadlashda zo'r rol o'ynagan. Xabarda ta'kidlanishicha, Xi Jinpingning bu qitimqi yig'inda kuchab tashabbus qilgani partiya va davlatning izzat-hurmatini qo'g'dashdan iborat bo'lib, uning chet eldagi diplomatlari partiya va davlatga bo'lgan sadoqatini ifodalab, amalini o'stirish maqsadida xalqaro diplomatiya sohasida ish-harakat, gap-so'zlarda haddidan oshirib o'tgan. Buning yomon ta'siri Xitoyning obraziga texmi ilgirlagan holda dog' tushirgan. Angliyada turishliq advokatlar va Uyg'urlarning qiyinchiligini tekshirayotgan bir guruh mutaxassislar bugun guvohchilarning isbotlarini anglashga boshladi. Uyg'ur sotining 9 zasidatilar o'mki Xitoy Sharq Turkistonda yurgizayotgan majburiy tug'mas qilib o'tish, qiynash, g'oyib bo'lish va majburiy emgakka selish qatorliq jinoyatlar to'g'risida birinchi guvohlikni anglaydigan. Hech qanday davlat qo'llamaydigan bu tashkilot London isbot anglash yig'inidan foydalanib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qaratilgan irqiy qirg'inchiligi yoki insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilgan qilmaganligi to'g'risida hukm chiqarishni planlagan. Sudning muavin raisi Nick Witch bu hafta va 9-oydagi dalil isbot yig'inini va allaburun to'plangan hujjatlik isbotlarni asos qilib, xizmatining tarafsiz bo'lganligiga qasam qildi. U Fransiya axborot agentligiga sud kollegiyasi mustaqil bo'lib faqat dalil isbotlarni bartaraf qiladi. Biz Xitoyni isbotlar bilan ta'minlashga taklif qildik. Hozirgacha biz ulardan hech narsa ololmadik dedi. Sudning riyosatchiligini qilayotgan angliyalik peshqadam advokat Geoffrey Miss, sud mahkamasiga maslahat berayotgan yuqori darajalik huquq advokati Helena Kennedyga Xitoy jazo bergan bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sibiriyaning sobiq rahbari Slobodan Milosevichning urush jinoyati bilan ayblanishiga rahbarlik qilgan Miss jazoning sudning xizmatiga ta'sir ko'rsatmaydiganligini aytdi. Sudga qatnashgan boshqa a'zolar meditsina, ma'rif va insonshunoslik mutaxassislarini o'z ichiga oladi. Suhbat yig'inida shtatlar, xalqaro organlar, savdo shirkatlari, san'at, davolash va ma'rif o'rinlari va shaxslarning sudning hukmini qanday ishlatishni belgilash kerakligi o'ttirg'a qo'yildi. Sud mahkamasi dokladni 12-oyda yetkazishni planlagan bo'lib, garchi uning qonuniy kuchi bo'lmasa-mu, qatnashuvchilar xalqaroning diqqatini qo'zg'atishi va mumkin bo'lgan harakatni ilgari surishni umid qildi. Bu sud Angliyada o'tkaziladigan G7 boshliqlar yig'inidan bir hafta burun ochilgan bo'lib, Amerika prezidenti Jo Baydenning qatnashishi bilan G'arb demokratik davlatlarni Xitoyga texmo qattiq tadbir qo'llanishga chaqirdi. Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Zhao Lijian oldingi hafta bu haqiqiy sud yoki alohida sud emas, faqat yolg'onchilik qilgan alohida mashina. U muddaosi nachar kishilar tarafidan qurilgan bo'lib, hech qanday og'irligi va huquqi yo'q. Bu faqat qonunning yetakchiligidagi qalaymaqon jamoat fikri deb jo'ylagan. Vatan uni so'yganlarga oid. Vatanni so'ymakning haqiqiy ma'nosi qo'ldan ketmaganda uni yuksaltmak. Qo'ldan ketganda tajovuzchidan qutqizmoq. Vatanparvarlik ruhini yo'qotgan bir insonning qozongan mol dunyosi, erishgan mansab va shuhratlarning hech nimaga ahamiyati yo'q. Hazrati Ali raziyallohu anhu shaxsiy manfaatingizga ziyon yetkazgan insonni kechirishga bo'ladi. Ammo vataningizga ziyon yetkazgan insonni kechirishga bo'lmaydi degan. Bu yerdagi kechirishga bo'lmaydi demak, vatanni qo'g'dimoq, tajovuzchi bilan kurash qilib vatanni qutqizmoq va vatanni qudrat topqizmoq degan ma'noda keladi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.